Xayrli kechamaga. Soatim 12 bo'lishiga 1 minut qolibdi. Men holiyam yana tikishlar bilan bandman. Ro'molchali abadokchamiz yana bitta qasini bitqazib oldi. Qozog'istonlik klientimiz uchun 100 ta zakaz olganmiz. 100 tadan bu hali endi 7 tasini nima bo'ldim. Bularni ham bitqazsam 50 ta bo'lib qoladi. Ertaga pochta qilib 50 tasini chiqarsam, keyin 50 tasini tikishni boshlayman. Oson tuyulgan edi, lekin biroz qiyin ekan. Motivatsiyani zo'ri. Futbol ko'ruvchilar bormi?